أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kitabımızdaki ahirki kısmı yani el-Kavaid el-Usuliyye el-Teşri'iyye'ninki 3. kaidesi ma yasuğul ictihadu fihi yani ictihad kılsa bulunğan taraflar hakkında toxtalımız endi. Usulul fiqhninki asosliq gavdilanadigan faqihning faqih bo'lib asosliq gavdilanadigan mujtahidning mujtahid bo'lib asosliq gavdilanadigan taraflari dal ijtihod. Ya'ni Qur'oni Karimda inniq nasommagan yoki qat'iy nasommagan ehtimolliq taraflarda o'zininki Neslerge bo'lgan tushunchasi, neslarni o'zaro birisi bilan moslashtirish masalasi, tarjih qilish qatorliq, unda qilish imkoniyati yo'q o'rinlarda qiyos qilish orqali shariatninki har zamon, har makonga moslashchanligini gavdalantirib ifodalaydigan taraflar dal mujtahidninki, faqihninki asosli alohidaligi. Endi ijtihod fiqh babida maftuh bab. Mangu taqalmaydi. Tarixdagi bir necha vaqt taqaldi deb da'vo qilingan bo'lsa-mu, taqilishi ham to'g'ri bo'lmagan bir soha. Sabab shariat ma'lum bir vaqt yoki ma'lum bir makonda to'xtab qolib bo'lmaydi. Zaman aylanadi, vaqt o'tadi. Insonlar yangi ishlarga duchorib turadi. Shu ishlarning hammasiga din o'zining bahosini, hukmini berish kerak. Shu ishlarning hammasida dinning hukmi namoyanda bo'lishi kerak. Bunun üçün şeriatninki kulliyat naslaridan, juz'iyatlar bo'lgan qiyoslardan foydalanib turib, har zamonda shariatninki shu zamonga berilgan bahosi, shu zamonga bergan ahkomlari cho'qim maydonga o'tirga tashlanib turish kerak. Bularning hammasi ijtihod orqali bo'ladigan bir soha. Amdalaqi fiqh tarixidagi, islom ilmiy tarixidagi ijtihod taqaldi degan bir davrninki Arıq görünüşüge qarab baxsaq, qısqacha, bularga raddi fiil, mushlarning raddi fiil shaklida yuz bergan ahvol nima desa, shu ijtihod to'g'ri bo'lmaydigan o'rinlarda ijtihod qilish yoki ijtihodga salohiyat yo'q kishilarningki ijtihod maydoniga kirib olishi qatorliq bir necha omil o'z vaqtidagi o'limalarni shu davrdagi ijtihod babini o'rtaq taqib o'tish, hech kimning ijtihodotini qabul qilmaslik, ijtihod qilish bo'lmaydi degandek bir fikirlarni maydonga chiqishga sabab bo'lgan. Albatta, bularning bu bir masalan menga taqalmaydigan yoki taqilishi to'g'ri bo'lmaydigan bir ishdan birini chiqiblar, ammo taqaldi deyishning buranda asossiz, sababsiz ish bo'lmaydi odatda. Shu bularga Alloh ajr bersin. Balkim shu zamondagi shu ijtihod taqaldi, ijtihod qilishga bo'lmaydi degan fikrlar orqali nurg'un fitnalar, nurg'un dinni o'zgartirishga urinayotgan yoki dinga hujum qilishga urinayotgan din dushmanlarining suiqasdining yo'llari taqalgan bo'lishi aniq. Ammo u davrdan halq o'tgandan keyin yana ijtihodning eshiklarini bir bo'lib Imom Suyutiga o'xshash, Imom Ibn Taymiyaga o'xshash, Ibn Qayyimga o'xshash bir bo'lib ulamolarimiz tomonidan ochilgan bo'ldi. Asli taqalmaslik tegishlik ish, ammo bayatın deb o'tganimizdek shu zamondagi zoda taqilishni taqozo qilib qolgan bir bilik omillar tufaylidan taqilgan bo'lishi mumkin. Har holda o'tdi, ammo bizga nisbatan bilib tegishli bir nuqta dinda, shariatda, ahkom-i shar'iyda ijtihod bobi mengu taqalmaydi, taqalsa ham bo'lmaydi. Bo'libmi bugungi kundagidek yangilanishlar pek tez bo'layotgan, o'zgarish pek tez bo'layotgan yangi masalalarga qarata dinning nima deydiganligini bilishga qiziqayotganlar yoki bilmoqchi bo'lganlar ko'p bo'layotgan taraflarni savol tushayotgan bir zamonda ijtihod bobi taqalsa taxmi bo'lmaydi. Ammo taqalmadi deblam kelgan ketgan hamma odamga ijtihodning ishini echib belgilab bo'lavermaydi. Cho'qim ijtihodningki doirasi va ijtihod qilsa bo'ladigan yo'q, bo'lmaydigan yo'q. Bu aniq ayrilishi kerak va ijtihod qilsa bo'ladigan kishilar va bo'lmaydigan kishilar va bu aniq ayrilishi kerak. Bugungi darsimizda shu to'g'risida qisqacha bir xulosa shaklda biz buning tafsilotiga kirib bo'lmaymiz, chunki kitobimizning xarakteri ixcham, qisqa shakldagi kitob. Usul fiqh sohasidagi mubtadi boshlang'ich saviyadagi o'quvchilar uchun kitob. Shu sababdan biz qisqacha xulosasini
xulosalab bugungi darsni oxirlashtiramiz. Shunda bo'lganda bugungi darsimiz cho'ng jihatdan 3 xil mazmun atrofida aylanadi. Amaliyat o mazmunlar sizlarga nisbatan tushuniksiz mazmunlar emas, hamma tushunishli mazmunlar. O'qiyotgan fiqh yoki boshqa kitoblarda sizlar o'zingizlarning qalbingizda akab bo'lgan mazmunlar. Masalan, bizning bugungi darsda birinchi o'rganmoqchi bo'lgan mazmun birisi ijtihod qilib bo'ladigan o'rin. Ya'ni qaysi o'rinda ijtihod qilib bo'ladi, qaysi o'rinda ijtihod qilib bo'lmaydi. Buni sal turib so'zlaymiz. Xulosalaganda faqat nas yo'q yoki qat'iy nas yo'q. Qat'iy nas yo'q, ya'ni zanniy naslar bor. Mayli subut jihatdan olsun, mayli dalalat jihatdan olsun. Zanniy naslar bor. O'rinlarda ikki o'rinda ijtihod qilib bo'ladi. Buni sal turib so'zlaymiz. Ikkinchi mazmun ijtihodga loyiq bo'lishning, salohiyatning shartlari. Bir odam mujtahid bo'lish uchun nimalarni bilish kerak? Hamda mujtahidlarning har xil qo'ygan talablari var. Ama Abdurrahim mush kitobda 4 xil shartni o'tirib qo'ydi. Birisi arab tilini mukammal bil. Arab tili degan vaqtimizda, masalan, bizning hozirgi tushunganimizdek arab tili desa shu kayf haluk, alhamdulillah va anta masmukal. Ya u arab tili emas, ozroq so'zlashish. Ma arab til deganimiz ham o'quvchilarga nisbatan bir tilning ichki qurilmalari hamda aniqroq degan vaqtda o'quvchimiz o'qiyotgan fanlar degan vaqtimizda bir tilning sarf qismi, nahviy qismi, balog'at qismi, adabiyot qismi, ondan boshqa bo'lsa logika taraflari, masalan, ifodalash shakllari, buningda o'rgangan fanlardan boshqa bir odamda to'g'ri bir xil mahoratmi buningda bo'lish kerak. Ya'ni til tuyg'usi bunda. Zavqul adabiyda bu mana tuyg'ular tilga bo'lgan bir xil ittiklik bunda, zehnining ittikligi, tildan bo'lgan tushunchalarni ya'ni elishdiki bir xil mahorat qatorliqmi. Umuman tilni tushunadigan asosda bir ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Chunki Qur'on arab tilida tushgan. Bir ifodalamoqchi bo'lgan gap lafzi boshqa bo'lsin. Bizlarga turuqul dalalarni o'qib o'tdik. Dalalatning yo'llarini o'qib o'tdik. Mafhum muvofaqa muxoliflarni o'qib o'tdik. Bir narsani tushundikki, gap hamma gaplar yuzda deyilayotgandek emas. Ba'zi gaplar deyilayotgandek bo'lsin, ba'zi gaplar deyilayotgan gapning lozim iroda. Masalan, bu nuqtalarning hammasi tilni cho'radigan asosdagi ahvollar. Ba'zi gaplardan haqiqat iroda qilinsa, ba'zi gaplardan majoz. Ba'zi gaplar om deyilib xos iroda qilinsa, ba'zi gaplar mutlaq deyilib. Bu hammasi tilni cho'radigan ahvollar. Demak, bir odam tilning mushnoqlarini hamma bilgan vaqtida shu tildagi bo'libmi Qur'on hadisga o'xshash til uslublari alohida gavdlangan bunda nimaga nisbatan muqaddas narsaga nisbatan til sohasida mukammal yetilmay turib bunga kirishga bo'lmaydi deb qaraydi. Ikkinchi shart Qur'on to'g'risida bir ma'lumotga ega bo'lish kerak. Masalan, Qur'on yod bo'lish kerak degandek, Qur'on ulumul Qur'onlarni bilish kerak, Qur'onning asbabun nuzullarni, muhkam mutashabihlarini degandek Qur'onga munosabatlik payg'ambar alayhisalom, undan keyin sahobalar, undan keyin tabi'inlar ko'ngil bo'lgan bir taraflar bor. Mushtaraflarni bilish kerak, masalan. Undan keyin hadislarni bilish kerak. Hadislarning turli sahohalar bilan qo'shib, buni bugungi kunda hadisninki nimalarini tahrijotlaridan tortib, masalan, hadisninki darajalari, zaiflik, sahihlik masalan. Ondan boshqa Qur'oni Karimdagi ulumlarning hammasi hadisga tushunish jihatdan qaytib keladi. Ondan keyin vujuhning, ya'ni qiyosning vujuhlarini, yo'llarini bilish kerak deb mujtahid hozirlashtirishlik qiyos babiga munosabatlik bilimlar. Demak, umumiy jihatdan aytgan vaqtda biz o'qiyotgan usulul fiqh shuning bir qisqa xulosasi bo'ladi. O mushlardan xabar topish kerak. Ham buning ichiga tafsil kirgan vaqtda bak cho'ng bir doira bu. Masalan, qiyosning yo'llari degandan keyin buning doirasi intayin cho'ng, masalan, ulumul Qur'on degandan keyin buning ichida cho'ng bir soha, ulumul demak, ijtihodga loyiq bo'lish, ijtihodning salohiyati oddiy gap emas. Chunki ijtihod mujtahid bo'ldi degan gap shu dinda bir qonun chiqarish, nasiy qurullarda yo'l qo'yilgan doirada qonun chiqarish huquqiga ega, masalan, degan gap bu. Bu xil salohiyat kelishgan odam chiqargan qonun, masalan, chiqargan ahkam, chiqargan hukm to'g'ri bo'lsinmi ajr va xato bo'lsinmi ajr va agashganligim gunoh bo'lmaydi degan darajada berilgan salohiyat. Shunga buning aloqa sharti oddiylasa yoki oddiy bo'lib qolsa bo'lmaydi. Darsimizning 3-mazmuni ijtihod babida diqqat qilishlik 3 nuqta, oddiy 3 nuqta. Birisi ijtihod parcha bo'lmaydi. Masalan, bir odam tahorat babida mujtahid bo'ldi, salat babida emas. Unda bo'lma. Bir odam mujtahid uchun chuqur hamma sohada bo'lish kerak degandek qolganini darsning jarayonida o'qiymiz. Ikkinchisi, mujtahid har holda ajr beriladi. Xato qilsa-mu ishga ajr,
o'xshash ajr beriladi. To'g'ri qilsa-mi ajr beriladi, ammo to'g'ri qilsa 2 ajr, xato qilsa 1 ajr. Har holda ajr beriladi. Üçüncüsü ijtihadni ijtihad buzolmaydi. İllaki endi bundaylik kuchlik delili kuch ko'p qolsa o boshqa. Undan boshqa ijtihad normal, ijtihad o'zining o'zida. Masalan, bir mujtahid ijtihadni qildi, yana bir mujtahid ijtihadni qildi. Delilga qarab turib tarjih qilishga bo'ladi, ammo ijtihad nuqtasidan ijtihadni buzolmaydi. Bu 3 nuqta kallamizda bo'lsa, qolgan masalalar bizga nisbatan qiyin emas. Davganda bugungi darsimizning asosiy mazmun yuqoridagi 3 masalaga to'xtaldi. Biz shu mazmunlarning tafsilotini tövendeki batlarda o'qiymiz. Ana kitap qaranglar. Avtor bugungi darsning asosiy xulosasini shu qizil rangda katakchining ichiga kelib alohida eskartma shaklda bir bizga da'vatudi. La masaghalil ijtihad fima fihi nassun sarihun qat'i. Ya'ni aniq da'vatdagi aniq nas bo'lgan qat'iy dalolat meni subut jihati qat'iy nas bo'ladi itoat qilishga bo'lmaydi. Ya'ni itoat qilishga bo'ladi degan bayat doskada chiqarilgan nas yo'q yoki g'ayri qat'iy bo'lgan nas bo'lgan degani. Dal hozir qilib turgan gapning qarshisida ilingan 2 dona nima o'rin. Ishki o'rinda itoat qilishga bo'ladi, ma o'rinda itoat qilishga bo'lmaydi. Ya'ni Abdur ijtihad degan so'zni ta'rifat qilishdan boshladi. Al-ijtihad fi istilah al-usuliyyin. Usuliylarning islohidagi ijtihad deganimiz shar'iy dalillar ichidagi bir tafsiliy dalil, bir juz'iy dalil demakchi. Juz'iy dalildan shar'iy hukmga erishish uchun tirishchilik ko'rsatishni ijtihad deymiz. Izlanish orqali ma'lum narsaning hukmini tepish. Agar muhim halqa uning hukmini bilmoqchi bo'lgan vaqalikdagi bir shar'iy hukmga vurudi dalolat jihatda qat'iy bo'lgan, sarih bo'lgan dalildan bir dalolat qilib qolsa, nas sarih bo'lsa, qat'iy bo'lsa, muhim nuqta. Fala majala lil ijtihad fiha. Bu vaqalikda ijtihad qilish bo'ladi. Buni mujtahid ketmaydi, yoki mujtahid ijtihad qilib o'z oldiga meningcha deydigan gap bo'lmaydi. Aniqla. Chunki nas bor, sarih. Ondan keyin qat'iy, subutu dalolat jihatda. Vojib buningda nas dalolat qilgan hukmni ijro qilinish. Chunki madamiki u nas vurudi qat'iy bo'ladi ekan, ya'ni subuti qat'iy bo'ladi ekan, buningki Allohning rasulidan sabit bo'lish, sodir bo'lishi, bahs qilish, ijtihad qilish o'rni bor. Buni ijtihad qilishning hojati yo'q. Bu bir tarafi. Madamiki u nas dalolati qat'iy bo'ladi ekan, buning mazmunining bo'lgan dalolati, bundan hukm elish masalasi bahs ijtihad o'rni emas. Buni ijtihad qilishning, bahs qilishning hojati yo'q. Demak, urudi qat'iy, dalolat qat'iy bo'lgan ishlarni ijtihad qilib bahs qilishning o'rni bo'lmag'achqa, mushuning asosan murad ro'shan shaklda dalolat qilingan va ta'vilga ehtimol kammigan mufassara oyatlarning ahkamlarning oyatlariga kelsak, bunday oyatlarni shu o'z pitti tatbiqlash vojib. Tatbiqlangan voqeliklarda qayta ijtihad qilishning la majali o'rni yo'q, sohasi yo'q. Masalan, bir misol olsak, az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda degan oyatda zina qilganlarga, ayol olsun zina qilganlarga 100 ni uruslar degandan keyin 100 degan iborat mayli kichik boladan cho'nggacha arab tili biladigan yoki arab tili o'qimasa boshqa tilda olsin 100 degandan keyin boshqalarga biladigan o'qimi aniqlar bir o'qim. Buningda Qur'oni Karimning vurudi subutligida, vurudi qat'iyligida gap yo'q. Bu masala mo'ylanga nisbatan aydin masala. Dalolat jihatimi 100 degan o'qim noiti aniq o'qim bu. Bunun hech qanday bir ya undamiki ya mundamiki anda maqsad qilingan bo'ldi ya maqsad qilinmagan bo'ldi deydigan bir o'qim yo'q bu yerda. Ondan keyin buni bir mujtahid kelib qaytadan buni yo'g'irib chiqishning o'rni yo'q. Ma hukmni shu turmada o'tadi. Jaldatningki sonida itoat qilishning o'rni yo'q. 100 lar. Endi shuningdek masalan har qanday jazo, har qanday 3 kun ro'zsin, xolos. 60 miskinga tamoq versin, xolos. Hammasi aniq masala. Mana biz qat'iy deymiz. Amma va aqimus solat va atuz zakatda. Oyatning mushu holati mujmal. Biz oldin qatim al-vodih, g'ayrul-vodihni so'zga o'rinda kerak. Lekin payg'ambar alayhisalom o'zining amaliy sunnatlari orqali namozni tafsiliy bayon qilibdi. Namoz bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz. Har vaqtning vaqti va, har vaqt namozning vaqti va, har vaqt namozningki arkonlari va, shartlari va,
rekat sonigacha Rasululloh tafsiliy bayon qilib bo'lgandan keyin man nasning dalolati qat'iy aylangandan keyin buni ikkinchi bir mujtahid bahs qilib, ijtihod qilib, ya'ni qoidadan bekitishning hojati yo'q. Shu avtorimda aytadi. Ya'ni amaliy sunnatlar namozdan maqsadning nima ekanligini, zakotdan maqsadning nima ekanligini bayon qilib bo'lgandan keyin o ikkisining biridan bo'lgan maqsadni qoidadan tunishning ijtihod qilishning majoli yo'q, o'rni yo'q. Qoida uni bir ijtihod qilib, zodi namozga qandoq narsa, qandoq ya unda deyishning hojati yo'q. Tugi degan. Demak, xulosalasak, modomiki nas o'zining siyg'isi bilan ochiq tafsir qilingan, ro'shan bo'lsa yoki shari uningga qo'shgan tafsir bayonlar bilan mufassar, sarih mufassar bo'lsa, u nas shu haqda kelgan mazmunlar haqida ijtihod qilishning la masaga o'rni yo'q. Endi muomala qilishda yuqoridagidek urud jihati qat'iy bo'lsa, dalolat jihati qat'iy bo'lsa deb zoq emasmi? Dalolat jihatiga qat'iylik, zannilik masalasi Qur'on bilan hadisga o'xshash. Muomala qilish. Ammo urud jihatiga masalada biz darsning boshida deb o'tganimizdagi boshqa mustalah kitoblarimiz deb o'tganimizdek Qur'on qat'iy, dalolat urudi qat'iy, mutawatir. Hadislarga kelsak, hadislar ikki xil bo'lib, birisi mutawatir, birisi xabar ahad. Mutawatirlarning urudi qat'iy bo'ladi, xabar ahadlarning urudi qat'iy bo'lmaydi. Shu mojiatda urudning qat'iylik, zannilik jihatiga muomala qilishda davatudi mushu mufassara bo'lgan Qur'on oyatlariga mushu mufassara bo'lgan mutawatir hadislar o'xshaydi. Mutawatir degani urudlik jihatda mutawatir hadislar o'xshaydi. Masalan, zakat vojib bo'lgan mollar haqidagi hadislarimiz mutawatir. Şu mallardan her bir malının nisabının miqdori haqidagi hadislar mutawatir. Şunun vacib bo'lgan bu namaz haqida kelgan hadislar hammasi mutawatir. Romanning muomala qilishim shu bo'yicha muomala qilin. Mao bugungi darsimizning birinchi mazmunidan ilinadigan birinchi keskin mazmun. Ya'ni ijtihod qilib bo'ladigan o'rin va bo'lmaydigan o'rin. Ya'ni bo'lmaydigan o'rin qanday o'rin esa urudi qat'iy, dalalati qat'iy bo'lgan o'rinlar. Shu nas urudi qat'iy, dalalati qat'iy kelgan voqeliklarda qat'iy ijtihod qilishga bo'lmaydi. Endi darsning aksi bo'yicha ammo hukmini bilish iroda qilingan voqelikki kelgan nas urudi zanni bo'lsa yoki dalalati zanni bo'lsa, urudi va dalalati zanni bo'lsa yoki o'sha qismning birisi zanni bo'lsa, qaysi o'sha zanni bo'lib qolsa, ammo xil voqeliklarda ijtihod qilishga o'rin bo'ladi. Chunki mujtahid urudi zanni bo'lgan har qanday dalilda uning isnodi nuqtasidan qana qilish kerak, bahs qilish kerak. Va shu nasning bizga Rasulullohning yetib kelish yo'llari haqida, shu nasningki raviylarning odillik, zabtlik, siqalik, sidqlik darajalari haqida bahs qilish kerak. Bunda bahs qilish jarayonida, yoki bahs qilish sohasida mujtahidlarning dalillarni qana qilishi, belgilashi, dalillarni taqdir qilishi farqlanadi. Mao tekshirib ma hadisni hasan deb baholasa, birisi mashhur deb baholashi mumkin. Masalan, birisi aziz deb baholashi mumkin, birisi sahih, birisi hasan, birisi sahih lizati, birisi sahih. Demak, aloqa o'xshamaydi hamda. Ularning ichidan shuning rivoyatiga xotirjam oladigan bir chiqadi masalan. Men bir muhaddis bo'lib qolsam, bir raviyning rivoyatini ishonch qilib elishi mumkin. Ammo yana bir muhaddis olmasliqi mumkin. Ularning ichidan buning rivoyatiga xotirjam bo'lolmaydigan, og'lamaydiganlar bor. Demak, mavo mujtahidlar amaliy ahkomlarning ko'pincha shu tufayli xitob qilgan bablarning ichidagi bir bob. Ya'ni dal mushaqda bir ixtilof chiqadigan taraf shu bu bir. Agar mujtahidning ijtihodati, dalilning isnodi haqidagi ijtihodati shuning rivoyatiga bo'lgan xotirjamlikka, rivoyatning rostchilligiga ibbasa, undan keyin isnodning masalasi tugagandan keyin dalil dalolat qiladigan ahkomlar va u tatbiqlanadigan voqeliklarni tunishda ijtihod. Ma'laqi dalillik sanad masalasi, isnod masalasi tugagandan keyin mazmun o'tadigan gap. Mayad yana bir ijtihod bor. Chunki dalil ma'ni jihatda zohirsiz bir ma'noga dalolat qilishi mumkin, holbuki umrat emas. Am bo'lishi mumkin, mutlaq bo'lishi mumkin, amr nahiy siyg'asi bo'lishi mumkin, lekin mazmun boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, mujtahid o'zining ijtihodati bilan shuni tunishga yetalaydi-ki, zohir ya zohir bo'yicha tushuniladi, ala zohirihi
yoki u ta'vil qilinib boshqa tushuniladi. Am o'zining umumligida qolib qoladi yoki xoslanadi. Yoki mutlaq o'zining mutlaqligi bilan tushuniladi yoki qayd qilinadi. Amr ya ijob uchun ya ijobning g'ayri uchun. Nahi tahrim uchun yoki tahrim. Demak, mushnoqlarning hammani murtad ayirib chiqish kerak. Isnod masalasi tugaganiga matrab keladi. Dalolatga nisbatan urud dalolat ikki yamni emasmi? Urudi isnodni ko'rsatsa, dalolat ikki mazmun ifodalarini ko'rsatadi. Endi mujtahidninki o'zining ijtihodotidagi shu yetakchisi mujtahid nimaga tayinib ijtihod qiladi desa, dal lug'at munosabatlik usul qoidalari. Biz oldingi darsda o'qib o'tdik, oldingi qismda. Anikin ma qismda o'qiyotimiz 4-qismda, kitobning 4-qismida shariatning maqosidlari, umum mabodilari va ahkam bayon qilayotgan boshqa naslar masalan. Mushlar hammani tatbiqlab kelib, andan keyin bir yakunga keladi. Dal musharqillik ma nas ma vaqalikka tatbiqlanadi ekan yoki tatbiqlanmaydi. Demak, mushu ahvollarga kirib qolishga sabab nima bo'ladi desa, mayli isnodni tadqiq qilish yoki ahkam mazmunlarining ifodalarini tadqiq qilishga sabab nima desa, dal shu nasninki dalolatining zanniya qat'iyligi yoki urudning qat'iyizin. Agar qat'iy bo'lib kelsa, buni qilishni olish yo'q. Urudi qat'iy degan gap mujtahid uni bahs isnodini surishtirib qilmasin bo'ladi degan gap. Nima gap tushunishqo? Dalolat qat'iy degan gap uning mazmunlarini bahs qilmasin, aniq uning mazmuni degan gap. Qachon urudi zanni bo'lib qolsa, qachon dalolat zanni bo'lib qolsa, ana shu vaqtida kelib urudini tekshirishga boshlaydi. Sahihmi, zaifmi, sahihmi, hasanmi, azizmi, mashhurmi, g'aribmi degandek. Dalolati qachon zanni bo'lib qolsa, shu vaqtda mazmunni bahs qilishga boshlaydi. Ijob amr uchunmi yoki mustahab uchunmi yoki ixtiyor uchunmi degandek. Ammo hosilnamdi, mutlaqmi, qaytlan. O'shaning hammasi dalolat zanniga vaqtdan keyin kiradigansa. Shunga xulosaliga vaqtimizda ijtihod qiladigan o'rin dalolati yoki urudi qat'iy bo'lgan vaqtida ijtihod qilolmaydi. Qat'iy bo'lmaganda andan ijtihod qiladigan o'rin shu bo'ladi. Yoki unda bo'lmaganda shuningdek bir voqealikning hukmiga aslo nas bo'lmagan vaqtda, qat'iy nas bo'lmasa, buningda andan keyin masalan nas yo'q. Chuqur voqealik shariatning maqosidlari yoki ma'lum bir juz'iyatlarga qiyos qilinib turib qanaqangi chiqish kerakda, buni qo'yib mujtahid ketadigan gap. Ya'ni buningda ijtihodning kengir sohasi bor, chunki mujtahid shu voqealikning hukmini qiyos yo'li bilan yoki istihson, istishab yoki urfga rioya qilish yoki maslaha mursalaga rioya qilish orqali yetish uchun bahs qiladi. Demak, xulosalasak, ijtihod sohasi ikki. Birisi aslan nas yo'q. Urud biz bayatni do'stlar deb bo'ldik buni. Yana birisi nasba, ammo bu nas qat'iy emas. Ma'o ijtihodning sohasi, ammo ijtihodning soha yo'q o'rin nima desa, dal qat'iy nasva. Dalolatni yoki urudi qat'iy bo'lgan nasba har qanday voqealikda ijtihod o'rin yo'q. Tamam. Anda olganda kitobning o'zining asosiy maqsadiga keladi. Aslida pastiki yerlik qonunlarning tatbiqotiga kelib o'tib ketsak bo'ladi. Bizning bugungi darsimizning birinchi mazmunida qaysi o'rinda ijtihod qilib bo'ladi, nima ijtihod qilib bo'lmaydigan haqida to'xtalgan. Ikkinchi mazmunda ijtihodning salohiyatiga kelsak, biz boyatning darsida asroq tushundik, ammo qog'inni abdur davatudi. Al-ahliya lil-ijtihad, ya'ni ijtihodning salohiyatiga kelsak, ba'da an bayyana ma fihi majalun lil-ijtihad va ma laysa fihi majal. Biz ijtihodning sohasi va sohasi yo'q o'rinlarni bayon qilib qo'ygandan keyin endi ijtihodga kimning loyiqalik, salohiyatlik bo'lganligini bayon qilamiz. Davatudi ijtihodga loyiqalik bo'lishni amillashtirish uchun 4 dona shart ketadi. Birinchisi inson arab tilini bilish kerak. Ayakunal inson ala ilmin bil lug'at arabiyya. Arab tilini bilish kerak. Arab tilininki iboratlarining dalolat yo'llarini, mufradatlarining dalolat yo'llarini bilish kerak. Va shu insonninki arab tilining usullarini tushunishda bir xil zavq bo'lish kerak. Bu zavq odatda qanday qilinadi bu haqida tuyg'u, til tuyg'usi desa, buni kitobda og'ilmaydigan narsa bu. Zavq. Uzun muddatlik shakllanish orqali haqiqat digilolmaydigan bir xil tuyg'u, digilolmaydigan bir xil his va tilda. Ya'ni inson bu zavqni shu tilninki pallari moddalarida eng yuqori o'rlashdan qo'lga keldi. Kasabahu min al-hazq degani o'sha noyati mag'rub ketgan, uslishib ketganlikni qo'lga keltirdi. Va shu tilning adabiyotlari, fasohatning ta'sirlari, mayli she'r olsun, nasr olsun, boshqa olsun, mujlarga kengri
xabar topqanlıqdan ki si'atul itla degani kengir xabardorlikdan andan keyin qo'lga keltirgan sabab. Chunki mujtahidning tunji yuzlildigini Qur'oni Karim va hadislardagi nas. Mujtahid bu naslarni xuddi mushu nas o'zidan tildan kelgan arab tushungandagini inqiroq degan vaqtimizda o'z vaqtida Qur'on va hadis sahobalar tushungandek tildan tushgan. Ya'ni sahobalar qo'llanayotgan, paranglashayotgan, ishiltayotgan shu uslub bilan tushgan. Mujtahid shu o'z vaqtidagi sahobalar davridagi til uslubini o'ziga yetildirib, bir xil anglagan amalam shu xil tuyg'un olalaydigan bir xil holat kelsa, şu vaqtida Qur'on shunda tushib, odatdagi arab tilida shunda o'qib berilsa, shaqqila bir narsa tushunadi ham duolik til o'qisizlar. Ana mujtahid shuni tushunadigan yerga yetish kerak demakchi. Va ya'ni mujtahidning tunji qiladigan ishi Qur'oni Karim hadisdagi naslar. Va shu naslarni, mushu naslar shuni tildan kelgan arab tushungandek tushunish va iborat mufradatlarning ma'nolarini ilishda til va munosabatlik usul qoidalarini qanaqa qilib tatbiqlash, o'zing til biladigan til alohida qobiliyatiga qarab turib shuni tatbiqlash. Bu birinchi salohiyatning sharti, ijtihodning birinchi sharti. Ikkinchisi mujtahid Qur'oni Karimga nisbatan bir ma'lumot, bilimga ega bo'lish kerak. Ya'ni murod bu yerdagi gapdan murod Qur'oni Karim olib kelgan shar'iy ahkamlarni biladigan bo'lish kerak. Mushu ahkamlarga nasab kelgan oyatlarni bilish kerak va ahkamlarning, mushu ahkamlarningki oyatlaridan chiqarilish yo'llarini bilish kerak. Ya'ni shu darajada bilish kerakki, shu mujtahidga bir voqelik shunda to'g'rilansa, mushu voqelikdagi Qur'ondagi ahkam oyatlarining hammani qalbga hozir qila olishi kerak. Va shu oyatlarning har oyatining chuyish sabablaridan sayyoqalarini hamma oyat mato'g'ri tutishgan mavaqalik o'xshaydi ekan. Shundami? Shu oyatning tafsirida kelgan mufassirlarning so'zlari, shu oyatning ta'vilida kelgan asarlar, masalan boshqa. Va mushuningki sayisi ala dawi hada degan mushuning sayisi asosida undan keyin mavaqalikni hukmini chiqaradigan bo'lish kerak. Qur'onni bilish kerak nima? Endi Qur'oni Karimdagi ahkam oyatlar ko'p emas. Ba'zi mufassirlar uni maxsus ayrim tafsir qilgan. Yani bir temaga munosabatlik oyatlarni ba'zi-ba'ziga to'plab bunda qilish mumkin albatta. Ya'ni insonga shu bir to'plamning ichida taloq haqidagi ahkamni o'zgargan barliq oyatlarga murojaat qilishi bu qulay darajada. Endi zavoj haqidagi ahkamlarni o'zgargan barliq oyatlarni, miros, uqubat, muomala, undan boshqa Qur'on ahkam turlaridagi ma'lum turni o'zgargan butun ahkamlarni qana qilishi shaqqida tushunib oldiga akilib yoki ko'rib yoki o'qib deganda qila olishi mumkin tamoman. Yana har oyatlar bilan shu oyatning tushish sababi haqida kelgan sahih hadislarda kelgan mazmunlarni bilatilgani yana qulay yozilgan. Masalan, hozir ashtabdagi Qur'onlar chiqdi, sababini turli yozilib qo'yilgan yoki maxsus asbobini izlab tafsirlar bo'ldi. Va yana shu oyatlar haqida kelgan mujmallarini bayon qiladigan yoki shu oyatlarni tafsir qilib kelgan asarlar qatorliqlarni bilatilgan qo'yishni qulay. Endi bu orqali Qur'oni Karim haqida qonuniy, ahkamiy nuqtadan to'plangan to'plamlar ehtiyoj tushgan vaqtida murojaat qilish qulay bir holatga keldi. Bir temining moddalarini ba'zi bilan ba'zini selishtirish qulay holatga keldi. Har moddani shu moddaning temalarining boshqa moddalarning sayis asli tushunish qulay holatga keldi. Chunki Qur'on ba'zini tafsir qiladi. Bunda bir xatolik bor. Qur'oni Karimdagi har oyatni ayrim mustaqil yolg'iz shaklda tushunish bu xatolik. Demak, bu yuqoriqilarning hammasi bir qulay holatga o'tdi. Avtor buni deb nima deydi desa, demak ikkinchi shartimizmi qiyin shart emas. Ahkam oyatlarini to'liq yodlab olgan bo'lsa, oyatlarni ba'zi bilan bog'lab moslashtirib olgan bo'lsa, har oyatdagi ahkamlarni ola olgan bo'lsa, har oyatning temalarini o'zaro bir-biri bilan bog'lab munosabatlik mazmunlarni yakunlayolgan bo'lsa, xolos ikkinchi mujtahidning ikkinchi sharti shuni bilan qanaqagan bo'ladi, tugagan bo'ladi. Bu alaqa qig'ilolmaydigan, atkilolmaydigan qiyin mazmunlar emas. Abdurrahim bir narsa eskartib qo'ydi, ahkam oyatlari haddan ziyoda ko'p emas. Hatto maxsus ayrim ahkam oyatlari to'plangan tafsirlar va yoki fiqh kitoblarmi albatta bor. Ijtihodning 3-sharti
ijtihadning 3-sharti ayakuna ala ilmin bis sunna kadalik. Yuqoridagiga o'xshash hadislarni bilish kerak. Hadislarga bo'lgan bir ma'lumot ustida bo'lish kerak. Ya'ni buni deganlikdan maqsad nima desa, Payg'ambar alayhisolamning hadislari olib kelgan shar'iy ahkomlarni bilish kerak. Hamda bunda desam butun hadislar deganlik emas. Bihays shu darajadagi mukallafning amal bablaridagi har babda hadisda mushu babning ahkomlaridan kelganlaridan da hozirlay oladigan. Taloq desa taloqqa degan hadislarda qilib akilalaydigan. Zakat desa zakat haqida qilib akilalaydigan darajada. Va mushu hadislarningki sahih zaiflik rivoyat jihatiga darajasini bilalaydigan holatda bo'lish kerak. Hamda ulamolar Payg'ambar alayhisolamning hadislariga qarata zo'r xizmatlarni ado qildi. Bilimiz Imom Buxoriy o'zining bir butun hayotini Sahih Buxoriyni to'plash uchun sarf qildi. Buni so'zlash hojatsiz. Bu haqda hadis ulamolarininki, tahrij ulamolarininki, masalan, jarh ta'dil ulamolarining ko'rsatgan tirishchanligi favqulodda. Bunilaqi deyishdan boshqa so'zlashdan ortiq bor. So'zlab bo'lmaymiz demakchi. Bular hadislarning isnodlarini tekshirish Şu isnodlarning ichidagi har hadisning ravilarini tekshirishga favqulodda ko'ngil bo'ldi, hattoki ulardan keyin kelgan kishilarga isnodlarni bahs qilish jafosiga bular yetarlik kifoya qildi. Demak, bu bizga nisbatan bir ish qolmadi hozir. Har hadisda bu hadis mutawatirmi, mashhurmi, sahihmi, hasanmi, zaifmi bilinadigan bo'lib ketdi hamma hadislar. Demak, endi shuningdek ulamolar ahkam hadislarini to'plashga ko'ngil bo'ldi. Ahkam hadislarini fiqh boblari bo'yicha mukallaflarning ishlari bo'yicha tartiblashga ko'ngil bo'ldi. Shu darajadagi inson sahih hadislarda kelgan baiy ahkamlari, masalan, taloq ahkamlari, zavoj, uqubat, undan boshqa ishlarni mana murojaat qilishga qulay o'g'udak va ahkam temalaridan bir tema haqida kelgan hadis oyatlarga murojaat qilalig'idek, masalan, qilalig'idek. Ana shu soyasida, shuning soyasida shar'iy hukm tushunilgudek darajada bo'lib ketdi bu ishlar. Bo'lib mualliqa bugungi kunimizda bahs qiladigan odamga nisbatan kompyuterlar intayin qulaylik bir holatga keldi. Qaysi temadagi hadislar, qaysi temadagi oyatlar, qaysi temadagi ahkamlar aytsizlar. Necha minut yoki qisqagina vaqt ichida bir hozirlay oladigan, izlab topa oladigan holatga yetdi inson qila olsa. Endi mushsahada murojaat qilish eng yaxshi kitoblarning birisi Imom Shavkanininki Nailul Awtar degan kitobi. Hammalar bilamiz, bu nihoyat mufid, har bir o'quvchi, har bir talibul ilmida bo'lishga tegishli kitobning birisi. Mavo mujtahidga qo'yilgan nechinchi shart? 3-shart. 4-shart mujtahid qiyos yo'llarini bilish kerak. Ya'ni buna deganlik nima desa, ahkamlar shuningdek yo'l qo'yilgan illatlar, shar'iy, tashri'iy hikmatlarni bilish kerak. Andan shari ahkamlarning illatlarini bilishini hozirlagan masaliklarni bilish kerak. Masalan, biz qiyos babida deb o'tdik. Shari nurg'un o'rinlarda illatlarni aniq bayon qilib bersin, nurg'un o'rinlarda alomat belgilarini qo'yib qo'ygan, shu orqali tepib chiqarish kerak. Kishilarning ahvollarini, muomalatlaridan xabardor bo'lib, jamiyatdan xabarsiz bo'lib qolsa, ya'ni kitobni bilgan bilan bu bo'lmaydi. Hattoki mishqaz natijada hukmning vaqaliklarning ichidagi hukmning nasi yo'q vaqaliklarning ichidagi hukmning illati amillashadigan, amillashmaydigan ma'nolarni bilish uchun va yana kishilarning masalih urflaridan xabardor bo'lish kerak. Yaxshilik, yomonlikqa vositilgan ishlarni bilish kerak. Hattoki qiyosga bir vaqalikdagi hukmni bilishga qiyos yo'l topolmay qolsa, shariat hozirlagan boshqa yo'llarda shu nasi yo'q vaqalikdagi hukm chiqish boshqa yo'llarda menish uchun. Masalan, qiyos bobidan chiqmasa bir hukm urfi babida mansub bo'ladi, masalih mursalada mansub bo'ladi, masalan, istishabda mansub bo'ladi degandek, demak hamma yo'llarni bilish kerak. Hammalarni ko'rib o'tdik. Al-adillatu shar'iyyadagi 4 dalil: Qur'on, hadis, ijma, qiyos. Bunda asosiy dalillar bo'lib qolsa, undan keyingi dalillarni esa qiyosning tahtiga. Qiyos ham bo'lmasa-mu, lekin mujtahid shundan foydalanib qiyos bo'lmagan vaqtda ma'nolaydigan ijtihadning yo'llari shu. Boshqa yo'llar degani shu. Shundan Abturninki mujtahidga qo'ygan shartimiz oxirlashdi. Endi darsimizning oxirgi qisqacha bir oxirgi mazmunlaridan birisi, men bayatning darsining boshida eskartib o'tdim. 3 dona diqqat qilish tegishli bir nuqta. Birinchisi, ya'ni mimma yanbaghi tanbih, tanabbuh ilayhi, diqqat qilish tegishli ishlardan birisi 3 ish. Birisi ijtihad parchonmaydi. Ya'ni bir olimdan birisi taloq ahkomlarida mujtahid, bay ahkomlarida mujtahid emas. Uqubat ahkomlarida mujtahid, ibodat ahkomlarida mujtahid emas. Mana shaklda bo'lish mumkin emas. Chunki ijtihad biz yuqorida mazmunlardan ilingandek bir salohiyat, bir iqtidor bo'lib, mujtahid shu orqali shar'iy ahkomlarni yakunlab chiqish, naslarni tushunishga qodir bo'ladi va nas yo'q o'rinlarda hukm chiqarishga qodir bo'ladi.
İctihatning sharti hozirlangan odam, mush iqtidor shakllangan odamningki bir temada qodir bo'lib, bir temada qodir olmasdan texnik tasavvur qilib olmaydi. Demak, biz bayatdan o'tirib qo'ygan to'rdani shak bir odamning shakllansa, hamma temaga kira oladi u. Shundoq bir odam ilm bilim ishlarda, haq talab ishlarida mutaxassis, kasbiy olim bo'lishi mumkin, jazoda emas. Oqibatlarda emas. Lekin oqibatda kasbiy olim bo'lishi mumkin, ilm bilim haq talab ishlarida emas. Lekin olimlik masalasi bilan davomga bilan, lekin mushu temidagi ahkamlarda ijtihod qilishga qodir bo'lishi ma'nosiz. Ma'noda qodir edi. Nechog'manda? Masalan, men o'zimga bir kasbni kasb qildim, bir turni. Bu to'g'ri. Ammo aningni qilinmaydi emas. Hammani qila olayman. Hammamiz de ijtihad qila olayman, lekin men bir turini tanladim. Ma'qul. Shunga ijtihad parchalanmaydi degani, mendagi ijtihad qilish iqtidori meningda bor, aningda yo'q, unda bo'lmaydi. Balki agar men bir sohani tutsam, taloq sohasini tutsam, men mustal bir kasb yo'laya desam, bu yajuz, bu bo'ladi. Ammo men taloqni qila olayman, nikohni qila olmayman. Oqibatni qila olayman, yana birisini qila olmayman. Men menda mujtahid desam, mumkin emas. Chunki iqtidor umumiylik bir narsa bu. Ammo kimga kasblashish boshqa masala, boshqa masala. Va yana chunki mujtahidning asosiy to'riki ijtihadida umumiy prinsipni tushunish. Shari xilma-xil hukmlarida taqatgan, o'zining tashri'ini shunga asoslagan tashri' ahkam ruhini tushunish. Endi ma tashri'i ruh va umumiy prinsip ahkam boblaridan bir bobga xos, bir bobga emas, bunda olmaydi. Chunki shariatning umumiy maqsadi butun boblarga gavdalanadigan gap. Buni loyiq ravishda tushunish cho'qqum shar'iy ahkamlarning hammini va xilma-xil boblardagi shar'iy ahkamlarning butun shar'iy ahkamlarning hikmatlarining hammini tekshirishdan qodir bo'ladigan eng yuqori chekda andigan tamom bo'ladi. Butun ishlarni tushunganda andigan tushungan bo'ldi mana shuni. Ana ma'lum bir turini tushunib, ma'lum turini tushunmasa, u odamda shariatning ruhi, umumiy prinsiplari shakllanmaydi. Ba'zida mujtahidning masalan zavoj ahkomlaridagi yetakchisi bir mabda, bir prinsip yoki bey ahkomlarida muqoyalashgan bir illat bo'lishi mumkin. Masalan, bunda olib qoladi masalan. Balki bey babidagi ma'lum bir prinsipdan foydalanib zavoj babidagi ma'lum bir hukmni chiqara olishi mumkin. Bunda o'g'achqa mujtahid, ma'noda mujtahid, anada mujtahid emas, bunda olmaydi. Anda olganda mujtahid cho'qim Qur'onning va hadisning ahkomlarining hammani to'liq bilishi kerak. Mishqa ba'sini selishtirib, umumiy prinsiplaridan to'g'ri bo'lgan yakunga erisha olishi. Shunga birinchi diqqat qilish nuqta mujtahid, mujtahid bunda emas, bunda ham. Mujtahid cho'qim hammani o'rtaq biladi. Shunga hozirgi zamonimizda ulamolarimizning ichidan mujtahid bor deyilsa, zamonimizda hammadan e'tirof qilayotgan Shayx Yusuf Qaradaviyni ba'zilar deyilish to'g'ri kelib qolsa, shu sohada shu kishi mujtahid bular bo'lmasa qolganlar, masalan, ma sohada doktor, a sohada doktor Anobdan bo'ladimi, bular mujtahid olmaydi deydi. Masalan, bizning alaqqa ustozlarimizning shu ig'izlaridan so'rab boqamiz emas. Mazada hozir mujtahid deb kimni digil bo'ldi desa, ustozlarimizning ig'izini chiqqani shu endi. Digili bo'lsa, chunki Shayx Yusuf Qaradaviy Alloh uzun umr bersin, bizga saqlab bersin. Qarab boqdik olsak, quloqli bo'ladi kitoblardan. Shu diniy, ijtihodiy sohalarning hamma sohaga chiqadi. Hamma sohada yozilgan kitoblar va hamma sohada yozilgan kitabları shu sohadagi kitoblarning eng oldin qatorida turibdi. Masalan, bularning hammasi nima desa, ustozimizda, shayximizda bu xil iqtidorlarningki asosan bir xil to'liq yetilganligini ko'rsatib turadi. Ikkinchi diqqat qilishlik nuqta, mujtahid har ahvolda ajr beriladi. To'g'ri qilsa 2 ajr, xato qilsa 1 ajr. Ya'ni ijtihod qilganga va to'g'rini topganga 1 ajr. To'g'ri qilsa, agar xato qilsa 1 ajr, ijtihod qilgan beriladi, to'g'ri topmaganga unga berilmaydi. Chunki biz deb o'tdikki, Alloh subhanahu va taolo ishlarni beka tashlab qo'ymadi, behud yaratib qo'ymadi, balki mukallaflarning ahkomlaridan har bir ishqa bir hukm yaratdi. Ve her bir hükümge başlap aparılgan delilden birini qıppadan da tapqılamaydigan ishni qilib qo'ymadi. Andinkin nazar ahlidan, ulamalardan, mujtahidlar demakchi, mujdelil haqida tafakkur qilishni talab qildi. Bunga qarab qilmishqa hukmi yetib berish uchun. Endi qanday odamda bunga haqida tafakkur qilish, nazar tashlash salohiyati hozirlangan bo'lsa, ijtihod qilgan bo'lsa, ijtihod ibbagan hukmga yetgan bo'lsa, bu odam ma ijtihod qilganga ham nima ajr beriladi? To'g'ri topgan bo'lsa, to'g'ri topganga yana bir ajr.
Endi bu adamga vacip nima desa, çoxum özünün çıxargan hökümlərdə, fatvalarında ictihad etbagan yerlərə amal qilish. Bunda aloqa qilsa, magapni desa, men bizning atrofimizga ma ahlul ilm mana degil turibdi. Men magapni desa bular qarshi olib qolmaydi deb mushur velishqa. Yoki bo'lmasa, bizning ustoz mundaq debdi, men ma'ni desam unga mujtahid qilsa, o'zining dalillaridan tapqa yega verishi mujtahidga vacip. Çünkü o Allah'ın hükmü hesaplanıdı, onun racih zannı boyunca. Racih zan bizler ötkenimizdeki amel kılışına vaadini yeterli. Şu mujtahid bütün başka mujtahidlerle karşı ketkesin, özünün ictihadı amel kılış gerek. Özünün ictihadı diyeceğin duruş gerek. Ama ulanın başka mujtahidinin gayrige, a mujtahidke şunu ictihat et bağın ya ki amel kılış, taklit kılış vacip etmez. Vacip etmez. Çünkü Resulullah, masum peygamberden ki Resulullah aleyhi ve sellem, her kandak insanın gepi, her kandak Müslüman'a egiş vacip olan ölçü demez. Fakat İctihat melikisi olmagan, ahkamlarını nesrinden yekünleş melikisi olmagan avam kişilerine nispeten mujtahidlerge ergişip taklit kılsa buludu. Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lamun degan ayetning mazmuni. Ama mujtahidler 10 mujtahid var şehrimizde, bizim devletimizde 10 mujtahid bir meselede 10 xil ictihat qildi, birisi-birisiga ergişip vacip emas, hamiz o'ziga chiqish bo'ldi. Ammo avam shularning birini tutsa bo'ladi masala. Mana ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta ictihat özüge okşaş yeni bir ictihat bilen bozulup ketmez. Yani bir mujtahid bir vakalikte ictihat kıptı. Şu vakalikte ictihadı ibbagan bir hüküm bilen hüküm kıptı. Andakin şu vakalik yani şu mujtahidke ma vakalikten yeni bir sureti toğrulunuptu. İctihadatı yeni bir hükümge yapıptı bolsa manınki fele yecuzu lehu naqdu hukmi sabık. Aval hükmünü buzutuş doğru emez. Yeni bir mujtahid, yeni bir mujtahidning mu o'zining ijtihodatida qarshilik qilgan yeni bir mujtahidning mu aniq hukmini buzish to'g'ri emas. Chunki ikkinchi ijtihod birinchi ijtihoddan kuchli emas. Va yoki mujtahidlarning birisining ijtihodati yeni birisining ijtihodidan ergashishga loyiq emas. Va yana chunki ijtihodni bilan buzib o'tish hukmning muqim bo'lmasligiga barıdı. Ve hüküm kılıngan narsaning kuch olmasligiga barıdı buningda. Hamma narsaning mashaqqatlari var. Şu bir qitimliq ijtihod hisob bo'ldi. Toki mujtahid agar şu ijtihodni qayta o boshqa gap, ammo yeni bir shakldagi ishlar ma'ni ikkisini o'xshatgan majlisga birisiga o'xshaydi ekan deb buzib o'tgan bo'lmaydi. Bunda bir asar keldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir hodisada bir hukmni qilgan bo'ldi. Andan ijtihodati o'zgardi, lekin avval qatim hukm qilgan narsani buzib o'tmadi. Balki ma hodisiga o'xshashlarda ikkinchi qatimliq ijtihodati bo'lgan hukm bilan hukm qildi. Va dediki, zalika ala ma qadin. Avo o'z vaqtida chiqargan hukmimiz bo'yicha menga yo'rdi desa bo'laverdi. Mavo hozir biz chiqargan hukm bo'yicha bo'ladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir qancha masalalarda hukm chiqargan bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhudan keyin Umar radhiyallohu anhu shu masalalarda qarshilik qildi, ammo hukmini buzib o'tmadi. Demak, ma'qumga asosan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuninki so'zi o'z davrida Abi Musa al-Ash'ariga uni hukmga ega qilgan vaqtdagi so'zi yuqoridagi biz tushungan bu tushunilsa bo'ladi. Ya'ni bugun hukm qilgan bir hukmning seni to'sab qo'ymasin. Faraja'ta fihi nafsaka, sen murojaat qilding. Ve hudite fihi rushdik, to'g'ri hidoyat qilinding. Mundaq shakldagi bugun hukm qilib chiqargan hukming seni to'sab qo'ymasin. Nimadan desa, antarja'ala. Haq, masalan, bugun bir hukm chiqadi. Hukm chiqildi degan maqsad tugudi, bugunlik hukm tugudi degan. Endi aytsa, o'ylanib taqib, yeni bir hukm keldi, shuni o'xshash hukmdan. O'ylanib taqib, ma hukmning bunda aloqa dalillarini qayta tartiblab, qayta bahs qilib chiqqandan keyin, buning sal boshqaroq chiqib qolgan bo'lsa, men tunugun menda hukm chiqibdimi? Endi bugun bunda chiqarsam sat turamo, shu hukmni hisob ya unda emas. Tuniga ketdi. Bugun to'g'ri chiqargan bo'lsam, to'g'ri buncha hukm qilishavering. Ma'nolar ma'nolar buzilmaydi. Ya'ni haqqi qaytish batilda davom qilganini yaxshi edi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni yuqoridagi 3 mazmun. Birisi ijtihod qilib bo'ladigan bo'lmaydigan o'rin, ikkinchisi ijtihod qilishning salohiyati, uchinchisi ijtihod munosabatlik, bilib-bilishga tegishli muhim masalalarning 3 masala. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.